Bu ikinchi videomiz bo'ladi. Birinchi videomizda ro'mol haqida edi. Islom dinimiz haqida edi. Ikkinchisi undan ham oshib tushdi. Muhtaram ota-onalar, opa-singillar, opa-ukalar, sizlarga yana murojaat qilib chiqishga majbur bo'ldim. Kech bo'lganda blogerlarni eshigini tagiga qoqib, bularni turgan joyidan uyg'otib olib chiqishga majbur bo'ldim. Ikkinchi mavzu shundan iboratki, birinchi mavzudan o'tib tushgani maktabimiz 238-maktabda 11-sinfdan 9-sinfgacha bo'lgan. Faqat qizlarni yig'ib olib, aktivniy zalga olib kirib, qaysidir ginekologga olib kelishibdi. O'tda mavzu birinchi stomatitdan boshlanibdi. Stomatitdan sekin boshlanib chuqurlash mavzuga o'tishibdi. Bu mavzu ayollar qanaqa bo'ladi, qanaqa narsa keladi ayollarda. Ikkinchisi erkaklarning avratini bemalol video qilib, kattakon plakat bor, o'tda video bor, o'sha ekranda qo'yib berishdi erkaklarning avratini. O'tdan nima chiqadi, nima qo'yadi, hammasini gapirib, qizlarimizni ko'zini ochib, hayo pardasini ko'tarib, hammasini hayotda kerak bo'ladigan qilib gapirib berishdi. Bu hayotda kerak bo'ladigan mavzu ekan. Men bitta narsaga tushunmayman. Ota-onalar uxlab qolganmizmi? Nahotki qizlarimiz boshiga ro'mol o'ratib, uzun ko'ylak kiygizamiz, Allohni tanitamiz, Xudoni tanitamiz deb harakat qilsak, maktabda etagini ochish qanaqa bo'lishini o'rgatishayotgan ekan. Bu qanaqa mavzu? Men bitta narsaga tushunmayman. 14 yoshdan 16 yoshgacha voyaga yetmagan hisoblansa, farzandlarimiz, o'g'il qizlarimiz, voyaga yetmagan bolalarni nimaga shahvoniy, jinsiy aloqa qanaqa bo'lishini o'rgatishyapti. Shunchalar ham qizlarni hayosini, ibosini ochib yuborishyaptiki, bu sizlarga hayotingizda kerak bo'ladi, o'rganishinglar kerak deb o'rgatishyapti. Bu nima degan gap bu? Bu bizning mentalitimizga umuman to'g'ri keladigan narsa emas bu. Bu g'alati bir gap so'zlar bo'lyaptiki, uxlab qolgan ota-onalar uyg'oninglar, iltimos sizlardan. Menga yordam beringlar, baraka topkurlar. Din nazoratlari, din peshvolari qayerga qarashyapti? Taxtinglarga yopishib qolgan bo'lsanglar, ko'chirib chiqaringlar-da, iltimos din nazoratlari. Maktablarga boringlar, nimaga yana tanish bilish qilib yopib, buni avtoritetini yolg'onda kam qilib ko'rsatib berishyapti? Nima uchun yana tag'in bizga erkaklarni shunday avratini ko'rsatib, bir anaqa holatdagi narsalarni qizlarimizga ko'rsatib etib berishyapti. Uyga kelishdi qizlarim bugun. Endi bu narsani tushunmaydi. Meni bolalarimning hayosi, ibosi hali o'zini joyida. Xudoga behisob shukr. Hali ibo pardasi ko'tarilmagan farzandlarimda. Xudoga behisob shukr. Ona shunaqa mavzu bo'ldi bugun. Erkaklarda bunaqa ekan, ayollarda bunaqa ekan. Erkaklar bunaqa bo'lar ekan. Rostdanmi shu? Nima u o'zi? Qanaqa narsa? Nahotki shunchalik bizni qo'rqinchli yomon bo'lsak, bizni yomonlik anaqami bu? Mavzumi bu? Yomonmi deb bolam tushunmadi, qizlarim tushunmadi bu narsani-da. Kelib aytibdi. Men uyalib ketdim. Bu narsani uje nima deydi? Kurayda ham turmaydigan narsa, kurayda turmaydigan gaplarni gapirib, o'tdi ginekologlar tushuntirib, maktabda anaqa sinf zaliga olib kirib, maktab zaliga olib kirib olib gapirishayotganmish, o'rgatishayotganmish. Bolalarimizni hayosi, ibosi qayerda qolyapti? Ertaga hozirgi zamonni zayli bilan farzandlarimiz hozir hammasi 21-asr globallashgan payt bo'lsa, u bolalarga kim garantiya beradi ertaga bu narsani qiziqib ham shu narsani qilib ko'rmasligiga? Qiziqib ham bolalar shu narsani qilib ko'rsa-chi, kim kafolat beradi? Rahbar qayerga qarayapti? Nimaga rahbariyat qaramayapti? Iltimos qilaman, bir shuni kattaroq tashkilotlarda ko'rib chiqinglar. Faqat men chiqyapman, faqat bitta meni anaqam bilan emas, baraka topkur yurtdoshlarim yordam beringlar. Bu nimaga bu bunaqa qo'pol qilib gapirganda uzri kechirasizlar-yu, qo'yishni aytaman. Seksopatologiya narsani o'rgatishyapti qizlarga. Bu yaxshi emas, dinimizga ham, ilqimizga ham, millatimizga ham, mentalitimizga ham umuman to'g'ri kelmaydi-ku bu narsa. Mana sizlarga yana bir mavzu, yurtdoshlarim. Meni yomon ko'rishinglar mumkindir. Balki meni bir yomon ko'radiganlar bordir yashab turgan joylarimda. Lekin doim haqiqat hech qachon egilmagan, bukilmagan, sinmaydi. Haqiqatda odamlarga yuzaga gapirsak, yuziga bir tarsak urgan bo'ladi, biz yomon bo'lamiz. Qizlaringizdan, farzandlaringizdan so'ranglar,